Beronida eng katta tadbirkorlik obyektimiz sotuvda biri. Mana eng kattasi bemalol kelib xudo qalasa tadbirkor etaman desanglar, tayin biznesimizni xudo qalasa yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Narxini aytamiz. 4 milliard 900 million so'mga qo'yildi. Ssenariylarni yana iyasi bilan kelishsanglar bo'ladi. Batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu 10 sotikka joylashgan. Manzilimiz Beronida Osmon Yusuf maktabining yanında. Bu yerda yo'lda hech mashina tinmaydi. Nu qilaman desanglar ham shu yerda yarashib ketaveradi. Al bizlar başladık. Обязательно like'larni bosib tashanglar, almasanglar ham sababi shu tadbirkor etaman deb yurgan odamlarga yetib boradi shu videomiz. Bizlar başladık Akmal do'stim bilan barcha kanallari bilan ma'lumot berib o'tamiz. Yo'llar beton bo'lingan. Akmal do'stim endi bu yoqni o'zing tushuntirasan, chiroyli etib xudo qalasa. Eng katta obyektlardan bizlarga xudo qalasa yerlar telefon qilib bizlarga chiroyli narxda reklama qilib beringlar dedi. Bizlar xudo qalasa shu reklama qilib boshladik. Telefon qilaversa shunda katta obyektlaringiz bo'lsa reklama qilishda to'xtamaymiz. Biz tadbirkorlik etaman, pulni pulga to'ldiraman deganlar uchun bo'ladi do'stlar. Tayyor bizneslari bilan quyosh panellari bilan, quyosh panel bu zdaniyaning o'zining nuvi apparatura qo'ysangiz ham, nuvi texnika joylashtirsangiz ham o'zini yetib o'xshatgan 20 kilovatli quyosh panellari qo'yilgan. Buning birinchi etajida o'sha tayyor biznesi bor. Bu yerda rayondagilar ko'pchiligi biladi. Fotozona, to'yxona, gulyanka sovatgan hozirgi kunda tayyor biznesi. Bu yerda batutlari, marujniy sexlari hozirgi kunda ishlab turibdi tayyor. Bu yoqda aptek uchun hamma jihozlari bilan taxlanib turibdi. Anag'inda yana tanishtirib o'tamiz. Hozir ishlab turgan birinchi Free Dreams pavilyonini sizlar bilan birgalikda ko'zdan kechiramiz do'stlar. Do'stim, bu yerda kafe ochsam bo'ladi, o'z biznesini rivojlantirsa. Bu yerda yo'lning bo'yi bir lokatsiya. Ikkinchidan, bu yerda nu tadbirkorlikning nu turi bo'lsa, barisini maslanib, planlashtirib ishlangan tadbirkorlikning liboy turini bilan shug'ullansa bo'ladi. Kafe ochsangiz bo'ladi, aptek ochsangiz bo'ladi, liboy hamma narsa. Xullas. Mana ko'rganlaringizda bu yerda birinchi etajda mana shunda stol tennislar turibdi, lekin bu bir tadbirkorlikka bular olib ketadi, o'zingiz foydalanasiz. Har bir etajdan bir ana shunday bir eshikdan kirish 60 kvadrat birinchi etaj. Sanuzel, santexnika, tualetlari, hamma narsasi tayyor bu yerdan. Bu yerda turi kelib time biznes ishlab ketaverasizlar. Endi ikkinchi etajlarida pavilyonlari bilan tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunda hamma narsa ixchamlashtirilib, to'ylar ixchamlashtirilyapti. Mana xalasanglar kichkina to'y o'tiraman desanglar, hamma narsasi, mebel texnikalari, apparaturalari, konditsioner, sveta, muzikalarni achi, kolonkalar ham qoladi dedi. Tayyor turibdi. Endi shunda bu yerda polni to'yxonada to'y bersa bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda to'y bersa bo'ladi, gulyanka solsa bo'ladi. Sunnat to'y, beshik to'y, qiz chaqirishmalarni o'tirsa bo'ladi. Hamma jihozlari, konditsioner, hamma usluviy sharoitlari yaratilgan. Turi kelib turib, kilit olib ishni bosh yuryapti. Bu yoqda endi fotozonasi, pavilyoni bor, fotozona. Uni ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Sveta muzikalarning o'zlari alohida tema. Bu yerga aspul surtilmagan, normal pul surtilgan. Bu toza obyektimiz, surma, toza qurilgan. Toza o'tgan yil qurilib, o'tgan yil foydalanishga topshirildi. Bu kelin-kuyovlarim uchun. Kelin-kuyovlar uchun fotozonalar, fotosessiya zonalari ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerdan turi tayyor ishlatuvga tayyor turgan biznes, ishlab turgan biznes. Klient bazasida bor bu yerda. Remontlarini, boshqasini hech narsasini gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda kelin-kuyovlarni olib kelib syomka etaman desanlar ham, bir kelin-kuyovga xalasanlar o'zlaringiz kelishgandan 1 million yoki 500 milliondan pavilyonimiz berib turadi. Ishlataman degan odam uchun zo'r tayin biznes. Bu yerdagi sveta muzika apparaturaning o'zini $6000 pul rasxod etilgan. Hali remontdan tashqari to'lqi apparatura sveta muzikaning zo'rlari qo'yilgan. Bu yerning narxi o'zini o'zi o'rnatib kelib chiqib turgan yo'q. Binoning kattaligi bor. Sarflangan remontning, apparatura, mebel texnikalarining ham pullari shuning ichida. Bu yerda hech narsa olib ketilmaydi. Hamma narsa to'g'ri tayyor ishlab turgan holatida topshirilib ketadi. Videomiz uzilmaydi, ko'rib borasizlar. Video uzilmaydi. Videoning minut ham ko'p bo'ladi. Uchunda endi obyekt juda katta. Bu yerda mana chertaklar qilinib turibdi, kechda batutlari, hamma narsasi ishga tushadi. Pavilyondan chiqqaningizdan ikkinchi nesi bo'lagi 60 metr kvadrat. Buning ichida hozir marujnisi, magazinlari,
hammasi bu yer ham tayyor biznes. Frezerlar, stol kursilar, barlar shu yerda qoladi. Bu yer tayyor ishlab turibdi bu yer ham. Eldinda mana chertaklari qurilgan, kechda batutlari qurilib ishga tushadi. Bu yerda xullas normalniy aylanib turgan biznes pul tovushi yaxshi. Bu aptek. Bu 3-bo'lagi. Ana shunday bo'lakdan bu yerda 16 dona bo'lak bor do'stlar. 16 dona xona birinchi etajda 100 metrga solingan. Aptek hamma narsasi standartga javob beradigan etib taxlanib turibdi. To'liq litsenziyani olasizlar, ishni boshlayverasizlar. Bu daverakda Bonyasga. Bu daverakda aptek yo'q. Bu yerda aholi soni ham juda katta. Bu yerda Navoiy mahalla, bu tarafi Yangiobod mahalla, bu yer Navoiy kolxoz hamma shu daverakdan o'tadi, shu yo'lning bo'yidan o'tadi. Bu yoqlarni kiyimlarni yechib, orqani yechayotgan ekan. Bu yog'imdan kirib, bu yog'imda choy-poy ichib o'tiradigan nesi bor ekan. Polni aptek uchun reglamentda qanday yozilgan bo'lsa, ana shu talabga javob beradigan etib taxlangan. Polni hamma narsasi 100% texnik javob beradi. Litsenziyani olib, aptekni ochib bosaverasiz do'stlar. Gazni bosaverasizlar. Ha, gazini bosaverasizlar. Ana shunda katta obyektlar ham bizlarga reklamaga chiquvdi. Aytdi, bizlar xudo xohlasa chiqardik. Adlari polni stoyashkalari qilingan, chertaklar qilingan. Bu 3-bo'lagi. Bu ham remont tayyor. Kirib ko'rsang nima bo'ladi? Bu yerda hamshira xonasi, hamshira Sancha tug'un, ukol anaqa hamshira muolaja xonasi yetib turib planlashtirgan ekanlar. Shu narsani ishga yo'lga qo'ysanglar ham, mana bir tarafini aptek, bir tarafini shunday hamshira xona etib ishga tushirsanglar bo'ladi. Bu yerdagi mana shu hamma narsa qoladi. Stol tennisdan boshqa mana shu stol kursilar hamma narsa shu yerda qoladi. Bu yog'inda hali qolgan yog'i remontlanmagan, bez remont turibdi. Bez remontning ham ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Planirovkalari bir xil, bir turda bo'ladi. Kvadraturalari 60 kvadratdan har qaysi. Shunda hozir tayini nechavi bor? 5mi? 16 dona. 5 dona tayini bor ekan. Ha, 5 tayyor, 11i bez remont. Bu birinchi etajdagi bez remonti. O'zingizga moslab remont qilib, o'zingizga moslab qilib olasiz. Bu yerda shunday sotib olsangiz, arendaga berib qo'ysangiz ham, salonchilarga, ha, liboy tadbirkor turini arendaga bersangiz ham normalniy summa chiqadi. Kalla ishlagan odam bu yerda bir 24 ta yetib bir kichkina bozorcha etsangiz ham bo'ladi, do'stlar. Kechki bozor, Endi ikkinchi etajni tanishtirib o'tamiz. Ikkinchi etaji shunday kirib kelish, mana ko'rganingizdek ikkinchi kafe etsa bo'ladi bu katta. Bu kafe etuvga dim o'ng'ayli. Ikkinchi etaj stadion. Qaysi stadion? Bunyodkormi? Bunyodkor stadiondan sal kichkina ikkinchi etaj. Ko'rganlaringizday plashatka, bu yerda shunday remontini qilasiz, bo'lib turib, xalasangiz kafe, xalasangiz restoran ochib foydalansangiz bo'ladi. Xullas, lokatsiya tadbirkorlikning ne turi bo'lsa, zo'r aylanadigan lokatsiyada bu yerda aholi soni ko'p, aytganimizday. Bu yerning salinishi 100 kvadratda 10 sotikka solinib turibdi, 100 metr uzunligining o'zi. Bunu aytdik. Oğlum, молодец. Уже santexnik toqlar hammasi bitib deydi. Ha. Mamma yo'q deydi. Bo'ldi, mana yog'inda-ku, bu yoqdagiday. Anaga bir mo'yka qurib biznes boshlamasan ham bo'ladi, polniy. O'zingizga moslab, sammoy qursangiz ham o'ng'ayli mesda. Lokatsiya aytib o'tgan yana bir tushuntirib, ma'lumot bering lokatsiyaga. Manzilimiz. Manzil 66-maktab, Osmon maktabdan shunday o'tgan yerda bu tarafingiz Navoiydan Chinar kafe, Sazanchdan kelish yo'lning bo'yinda bu obyektni Beruniyning odamlari barisi biladi bu obyektni. Aytib o'tganimizda barcha ma'lumotlar berildi, narxlari aytildi. Narxlari ega bilan ustunda kelishib gaplashaverasizlar. Qatib qolgan yer emas, bemalol ega bilan talashib, tartishib bahasini tushirib olasizlar. Orqa qapital tarafida da yana ikki xonasi bor.
60 kvadratdan. Bu zdaniyaning qapitalini. Shu videoni katta zdaniya izlab yurgan odamlarga yuborib qo'yasizlar. Tadbirkor bo'laman, ana shunday zot ishlayman degan odamlar uchun shu zdaniyamiz reklamaga chiqildi, ya sotuvga qo'yildi. Bu obyektimizning bu yan tarafında yana iki xonasi bor. Birovi tayyor turibdi, bu yerda sotib olib, ishga tushirib, arendalarga berib tashlagandan keyin kelib, ana shunday kontrolda boshliqchilik etib o'tiradigan boshliqlarning xonasi remonti bilan. Bu zdaniyada santexnika, elektrika ishlari polni 100% bitgan. Tayyor yog'inda da, remontsiz yog'inda da. Bu da hali remontsiz, bu xonasini ham o'zlaringiz uchun foydalansanglar bo'ladi. Kuzatishda davom eting.